Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, birinchi sababimiz inshaalloh barizga paydo bo'ladi. Islom dini degan temada İslam Allah Teala'dan berilgen to'g'ri dinga amal qilib deganni tushundiradi. Allah Teala'dan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga berilgen din İslam dini deb ataladi. Allah Teala odamzodni yaxshilikqa o'rgatish uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam orqali islom dinini jiberdi. İslam dini haqiqatda eng to'g'ri din. Anın hükümdörü boyunca amal qilgan adam bu dunyoda jana oxiratda daima rahatda baxt öğrütte bo'ladi. İslam dininin haqiqatligina ishongan adam mo'min musulmon deb ataladi. Bizning dinimiz islom dini, albatta biz alhamdulillah mo'min musulmonlardanmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar menen qisqa nusxa saboqlar bo'lib turadi. Жақсы қолдап қойыңыздарды өтінеміз. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.